Nima uchun qora tuynukka qulash imkonsiz? Qora tuynuk qa'riga tushish, ulkan chuqurga tushishdek oson deb o'ylash mumkin. Ammo u butunlay boshqa masala. Qora tuynukka tushish uchun yo omadingiz kulib boqishi yoki ozgina mo'jiza bo'lishi kerak. Buning ustiga biror narsa qora tuynukka tushib ketayotgan bo'lsa, uni ko'rmaysiz ham. Nima uchun deysizmi? Keling, fizika jodusi sirini tushunishga harakat qilamiz. Qora tuynukka qulash juda va juda qiyin narsa. Bunday imkoniyatga ega bo'lish uchun eng avvalo mo'ljalni mukammal ravishda to'g'ri olish hamda o'z yo'lingizni juda olis masofadan boshlashingiz kerak. Bu xuddi uzoq joydan kichik bir nishonni urishdek gap. Sababi qora tuynuklar galaktikalar ichida joylashgan bo'ladi va boshqa obyektlar, yulduzlar, sayyoralar va gaz bulutlari bilan o'raladi. Ushbu obyektlar o'z tortishish kuchiga ega bo'lib, ular harakat trayektoriyasiga ta'sir qilishi mumkin. Tasavvur qiling, siz xona bo'ylab ehtiyotkorlik bilan harakat qilishingiz, boshqa narsalar bilan to'qnashuvdan qochishingiz va ularning harakati ta'sirida yo'nalishdan chetga chiqmasligingiz kerak. Qora tuynukka tushayotganda ham xuddi shu kabi boshqa osmon jismlarining ta'sirini hisobga olish lozim. Qora tuynukka yaqinlashganda esa vaziyat yanada murakkablashadi. Harakat yo'nalishini o'zgartirish uchun siz ishlab chiqara olmaydigan darajadagi juda katta energiya talab qilinadi. Bu yoqilg'isi qolmagan kosmik kemani boshqarishga urinishga o'xshaydi. Buning sababi qora tuynukning tortishish kuchi juda yuqori. Voqealar gorizonti deb ataladigan nuqtadan o'tganingizdan so'ng ortga yo'l bo'lmaydi. Hech narsani nazorat qila olmaysiz. Qandaydir yo'l bilan mo'ljalni to'g'ri olib, barcha to'siqlarni yengib o'tgan taqdiringizda ham sizni xavfli vaziyat kutayotgan bo'ladi. Qora tuynuk atrofidagi plazma deb nomlangan kuchli issiqlik va energiyaga yaqinlashishingiz bilan sizni kuydirib yuboradi. Sizga nihoyatda kuchli himoya kerak. Ammo qora tuynukka tushishning o'zigina deyarli imkonsiz emas. Kimningdir unga tushib ketayotganini ko'rish ham imkonsiz. Nima uchun? Keling, aniqlashtiramiz. Tasavvur qiling, siz qora tuynukdan uzoqda turib, biror narsaning voqealar gorizontiga tobora yaqinlashayotganini kuzatyapsiz. Qora tuynuk ichiga bu narsa, aytaylik, kosmik kema tushishi bilan ikkita juda g'alati narsa sodir bo'la boshlaydi. Birinchidan, kosmik kemaning rangi o'zgaradi. Ko'ryapsizmi? Qora tuynuk yaqinidagi tortishish nihoyatda kuchli. Bizning yerdagidan ancha kuchli va u atrofidagi hamma narsaga, shu jumladan yorug'likka ham ta'sir qiladi. Yorug'lik energiya tashishdek ajoyib qobiliyatga ega. Ammo yorug'lik qora tuynukka yaqinlashganda kuchli tortishish kuchi undan energiyani tortib olishni boshlaydi. Go'yo uni o'g'irlab, yorug'likni zaiflashtiradi. Quyosh botishini tomosha qilganingizda, quyosh qizg'ish to'q sariq rangda ko'rinadi-ku. Buning sababi shundaki, quyosh nuri atmosferadan o'tar ekan, yoyiladi va o'zining katta energiyaga ega moviy ranglardan bir qismini yo'qotadi. Ko'proq qizil ranglar qoladi. Shunday qilib, nur o'z energiyasini yo'qotganida, u yorug'lik spektridagi qizil uchiga qarab siljiydi. Qora tuynuk yaqinida xuddi shu narsa sodir bo'ladi. Kema yorug'ligi kuchli tortishish tufayli energiyasini yo'qotadi. Shu bois boshida o'ziga xos rangga ega bo'lgan kosmik kema qora tuynukka yaqinlashgani sari qizg'ishroq ko'rinishni boshlaydi. Ikkinchi g'alati narsa esa vaqt bilan bog'liq. Umumiy nisbiylik nazariyasiga ko'ra, tortishish kuchi vaqtning o'zini ham o'zgartirishi mumkin va u juda g'alati tarzda ro'y beradi. Chunki sizlardan hech biringiz, na siz, na bortdagi odamlar bu o'zgarishni sezmaysiz. Siz, ya'ni ushbu ssenariydagi kuzatuvchi uchun vaqt har doimgidek oqadi. Kosmik kemadagi odamlar uchun ham barchasi xuddi shunday sodir bo'layotgan, ularning soatlari odatdagi ritmda harakat qilayotgandek tuyuladi. Lekin siz jarayonni xuddi sekinlashtirilgan lavhani tomosha qilayotgandek kuzatasiz. Kosmik kema sizga qora tuynukka necha hafta yoki hatto yillar davomida tushib borayotgandek tuyuladi. Siz 80 yoshga kirgan bo'lishingiz mumkin, ammo kosmik kema hali hamon o'sha yerda turgandek. Agar kosmik kemada vaqt sekinlashsa, u taratadigan yorug'lik ham sekinlashadi. Tasavvur qiling, kosmik kemada kimdir chiroqni yoqib o'chiradi. Ammo vaqt juda sekin harakatlangani bois, chiroqdan kelayotgan yorug'lik ham sekin harakat qiladi. Har bir yorug'lik chaqnashi darhol ko'zingizga yetib bormaydi. Kosmik kemani super sekinlashtirilgan video tomosha qilayotgandek ko'rib turasiz. Yorug'lik ko'zlarga qancha uzoqdan yetib kelayotgan bo'lsa, u so'nib borayotgan yulduzga o'xshab zaiflashadi va xiralashadi. Shunday qilib, kosmik kema qora tuynukning hodisalar gorizontiga yaqinlashganida, u nafaqat qizilroq, balki xiraroq ham ko'rinishni boshlaydi. Shuning uchun qora tuynukka yaqinlashgan sari kosmik kemani ko'rish tobora qiyinlashadi. U go'yo koinotning eng buyuk sahnasida turgandek asta-sekinlik bilan g'oyib bo'ladi. Ammo bularning barchasi siz kuzatuvchi uchun shunday tuyuladi. Bortdagi odamlar uchunchi, qora tuynukka tushib qolgan odam nimalarni boshdan kechirarkin? Qora tuynukka yaqinlashganingizda juda g'alati hodisalar sodir bo'la boshlaydi. Uning yaqinidagi gravitatsiya shunchalik kuchliki, atrofdagi hamma narsani cho'zadi va shaklini o'zgartiradi. Bunda bosh va oyoqlar orasidagi gravitatsion tortishish kuchining ham farqi sezilarli darajada bo'ladi.
Bu farq tanani uzun, ingichka shaklga cho'zadigan to'lqinli kuchni yaratadi. Mazkur jarayon fanda spagetizatsiya nomini olgan. Asosan lag'monga o'xshab cho'zilasiz. Ayni vaqtda atrofingizdagi ranglar egilib-bukilib buziladi va ko'zni qamashtiruvchi yorug'lik shousini hosil qiladi. Buguncha mana shu. Bu haqda siz qanday fikrdasiz? Izohlarda javoblaringizni yozib qoldiring.